qiyomat yaqin kelgan sari xalqning ichida avomin nos, ya'ni beilm odam, johillar shunday ko'payib ketadi. Xalqning ichidagi ilmsizlar ko'payib, ilmlilar kamayib ketganligini evaziga odamlar ozginagina mutolaalik, ozgina bir o'zini tilda aytganda savodxon odamlarni ham olim deb o'ylaydilar. Ular va'z degan martabaga, xalq ichida nasihat qilish degan maqomga o'tirib olgandan keyin, bo'lar bo'lmas gaplarni ham ma'ruza qilib o'rgandan keyin xalq o'ylaydiki, buni olim ekan deb turib, endi fiqhiy masalalarni ham undan so'rashni boshlaydi. U faqatgina jannat bilan do'zax haqida gapirib ketavermasa, endi halol harom haqida ham gapirishga ham o'tadi endi. U maqomda turib gapirib bo'lgandan keyin bu aytsa ediki, "Yo'q, men siz so'ragan savolni bilmayman javobini, men shu narsani bilaman xolos" desa bo'lardi, lekin u o'zini olim degan maqomga ko'tarib olgandan keyin endi undan or qiladiki, "Men buni bilmayman" deb aytishdan deydi. Vaholanki u Xudodan qo'rqqan bo'lganda nima derdi? "La adri nisful ilmi" debdi. Bilmayman deyishlik ilmni yarmi turadi. Ya'ni Xudodan qo'rqqan odam o'zini ilmsizligini keyin e'tirof qiladi. Xullas, xalqning ichiga chiqib turib ularni savoliga javob berolmasdan yurgan odamlarning haqida bir qiziq gapni Tahonaviyga aytadilarki, bizni mahallamizda bir odam bo'lardi. U xalqning ichida olim deb nomi chiqqan boshida sallasi bor. Aqliy fanlarga, logik fanlarga juda mantiqlarga ustayu, lekin fiqhdan deyarli umuman xabari yo'q. Halol haromdan xabari yo'q. Lekin xalq uni hammasi ham mulla deb o'ylaydi. Xalq shu darajada avom bo'ladi deydi Tahonaviy. Odamlar polchini ham domla deb o'ylayveradi deydi. Polchini ham domla deb o'ylaydi bular deydi. Ana shunaqangi maqomdagi odamlardan bittasidan shu imomdan kelib, domladan bir odam masala so'rayapti dedi. Masala so'rab aytdiki, "Hazrat, domla, bizning mahallamizdagi quduqqa bitta hayvon tushib ketib o'lib qoldi. Shu quduqqa tushib ketgan hayvonni ta'siri qanchalik? Ya'ni uni nech paqir olib tashlasak, quduqdagi suv toza bo'ladi" deb so'rayapti dedi. U uni bilmaydi dedi. Uni javobini bilmaydi. Unga eng to'g'ri javob shu ediki, "Men bilmayman" desa qutulardi dedi. Yo'q, u shunday deb javob beryapti dedi. Sizni mahallangizda quduqqa tushib ketgan hayvonni tushib ketishligi ikkita suratdan xoli emas debdi. So'zga ustalik bilan javob beryapti. Sizni mahallangizda quduqqa tushib ketgan hayvonni tushib ketishligi ikkita suratdan xoli emas debdi. Yo o'zi tushib ketgan, yo boshqa narsa tushirib yuborgan debdi. Agar o'zi tushib ketgan bo'lsa ham, u ham ikkita suratdan xoli emas. Yo yugurib kelib tushib ketgan, yo sekinroq kelib tushgan debdi. Agar boshqa narsa tushirib yuborgan bo'lsa, u ham ikkita suratdan xoli emas debdi. Yo uni birorta jonivor tushirib yuborgan, yo odam tushirib yuborgan debdi. Bularning hammasining hukmi javobi boshqa bo'ladi. Qaysi suratda tushib ketgan debdi. Zo'da men bilmayman men debdi. Desa, masalan, bilmagan noaniq narsani so'ra meni boshim gangitmagan debdi. Mendan konkret savol so'rasang, keyin senga javob beraman debdi. Tahonaviy aytadiki, o'zi javobni bilmagan odam bechora savol so'ragan odamni o'zini aybdor qilib chiqarib yubordi chetdan deydi. Hech jahonda deydi, bitta hayvon tushib ketib quduqqa o'ladi, unga 6 xil javob bo'ladimi deydi. Hammasiga ham javob nima edi? Javob hammasiga ham shu bitta javob. Hamma quduqdagi suvni olib tashlaysiz, keyin toza bo'ladi degan javobni aytish kerak edi deydi. Endi suhbatimizning oxirida Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi do'stlari Zohid Kavsariy degan bir zot o'tgan, u biz aytmoqchi bo'lgan odam Hazrati Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi. Zohid Kavsariy deb turib turk ulamolaridan bu odam. Oxirgi Turkiyani podshohligini, musulmonlarning sultonini yiqitgan Kamol Ataturk degan odamni davrida o'sha zulmidan qochib Misrda borib, Misrdagi Qohira universitetida Al-Azharda kutubxonaning raisi bo'lib, kutubxonaning hamma kitobini ko'rib chiqqan ekan. O'zi turk odam. Oxirgi Turkiyadagi sultonlikda Usmonlilarning oxirgi qozisi. Zohid Kavsariydan ko'ra ma'lumoti kengroq odam yo'q deb yurishar ekan. Zohid Kavsariy dunyoda eng kitobni ko'p o'qigan odam deshar ekan. Zohid Kavsariy bilan Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi Misrda ko'rishib, suhbatlashgandan keyin Zohid Kavsariyning o'qigan narsalari Kashmiriyning o'qigan narsasidan yo'q bo'lib ketgan ekan. Zohid Kavsariy shunday deb xulosa qilgan ekan. Oxirgi 4 asrda ichida deb 400 yilda qarang, 400 yil ichida nechta ulamo o'tgan bo'lsa, hammasi nechta kitob o'qigan bo'lsa, hammasini ilmini yig'ishtirib kelsangiz, Kashmiriyning ilmini zakoti ham bo'lmas ekan debdi. 40 dan biri ham bo'lmas ekan deb. Shu darajada Xudo taborak va taolo odamga ilmni ko'p bergan. Oxiri shu gemoroy bavosir kasali bilan dunyodan u odam o'tib ketgan. Anvar Shoh Kashmiriy rahmatulloh juda ham yosh, 59 yoshda o'lgan. Lekin shunaqa kitob ko'p o'qigan odam shu kishidan bir esdalik, bir oyatni tafsiriga aytgan gaplarini aytib, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bu gapni
asosan Buxoriyda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni amakilari Abu Talib o'lay turgan lahzalardagi janob Rasululloh bilan amakilarini o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni keltirishni ostida gapirgan. U shuki, Abu Talib dunyodan o'tib turgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga kirib iymon keltirgan amakijon degan tavsiyani qildilar. Ammo Abu Talibning yonida o'tirgan kofirlar, Abu Jahllar aytgan ekan: "Ey Abu Talib, otang Abdul Muttolibning dinidan qaytasanmi?" deb bular ham turaveribdi. Janob Rasululloh iymonga kelganda bu kishi ham da'vat qilib turaverdilar. Oxiri xulosasi shu bo'libdi. Uni aytgan gapi: "Otam Abdul Muttolibning dinidaman" deb o'lgan ekan. Keyin payg'ambar alayhisalom: "Lekin amaki, agarchi Xudo taborak va taolo meni qaytargangacha men sizning holingizga istig'for aytib turaveraman" deganlar. Keyin Xudo taborak va taolo oyat nozil qildiki, payg'ambarga haqqi yo'qki, bir mushriklarning holi, ahvoli jahannamda ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin holiga ularni istig'for aytishlikka haqqi yo'q degan mazmunda Xudo taolo oyat nozil qildi. Shetda Kashmiriy rahmatullohi bir go'zal, chiroyli bir bahs qilgan, shuni aytib suhbatimizni yakunlaymiz. Inson o'lib turgan vaqtida oxirgi lahzalardagi iymoni maqbul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kalima aytdi. Kalimani Xudo taborak va taolo e'tibor qiladimi yo yo'qmi? Holati ya's degan holat bo'ladi. Ya's holati noumidlik holat. Tamom edi. O'lim ko'ziga aniq ko'rinib, endi yashashdan umidi uzilgan vaqtning otini ya's deydi. U qachon paydo bo'ladi? G'arg'ara kelgandan keyin bo'ladi. O'sha g'arg'ara kelib turganda odam o'zini o'nglab turib kalima aytsa ham, o'sha vaqtgacha agar kofir bo'lgan bo'lsa, undan oldin musulmon bo'lgan bo'lsa, holi ahvoli yaxshi. Iymon shunday qimmatbaho narsa, ammo iymon shunday keltirilishi ham oson narsa. Umr davomida inson bir marta kalima aytsa, umrining oxirigacha boshqa qaytarmasa ham shu odam mu'min deb e'tibor qilinadi. Modomiki shu iymonini, kalimasini sindiradigan gapni aytmasa bo'ldi umr davomida. Boshida bir marta la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'ygan, shu odam o'lgunicha musulmon, agarchi biz o'lib turganda uni kalima aytganini eshitmagan bo'lsak ham. Endi bir odam kofir bo'lgan odam oxirgi o'sha lahzalarda g'arg'ara kelishdan sal oldin kalima aytib qo'ysa, u odam musulmon, ammo g'arg'ara kelgandan keyin aytadigan bo'lsa, uni e'tibori yo'q. Shu yerda Fir'avnni o'lib turgan vaqtida keltirgan iymonini haqida bahs qilgan. U nima? Fir'avn o'lib turganda mana sura Yunusda Xudo taborak va taolo zikr qilar: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil" degan. Men ham degan Bani Isroil iymon keltirgan Xudoga iymon keltirdim deb turib keyin o'lgan. Muhiddin Arabiy degan bir zot aytgan ekanlar: Xudo taborak va taoloning nazdida o'shani iymoni ham mo'tabar debdi. Fir'avnning iymoni mo'tabar debdi. Olimlar, boshqa Muhiddin Arabiydan keyin kelgan olimlar Muhiddin Arabiyning eng yomon olib turib u kishini haqida mazammat qilgan sifatlardan bittasi shuki, Muhiddin Arabiy Fir'avnni musulmon deb aytgan deydi. Kashmir aytadilarki, yo'q, Muhiddin Arabiy katta zabardast olim edi. Muhiddin Arabiy aytmoqchi bo'lgan gap shu ediki, o'sha oxirgi lahzalarda aytgan iymoni deydi, lekin tavba emas edi deydi. Tavba deb qabul qilinmaydi uni, lekin iymon Alloh taolaning borligini e'tirof qildi deydi. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan gap shu ediki, Fir'avn kalimaga tili kelib amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isroil deganda Jabroil alayhisolatu vassalom loy olib turib og'ziga qarab solgan ekanlar, kalima aytib qolmasin deb. Kashmiriydan birov so'ragan ekan, taqsir kofirlikka rozi bo'lishlik ham kofirlik-ku. Qanday qilib buyuk farishta Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom uni og'ziga kalimani aytishidan urib uni bekitib qo'yaptilar qo'rqqanlaridan desa, Kashmir aytgan ekanlarki, yo'q, buni eshiting. Kofirni bir odamni kofirligiga rozi bo'lsa bo'ladimi? Kofir bo'lib o'lib ketishligini bir odamni xohlasangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Qachon? Bir odam shu darajada musulmonga ko'p aziyat berganki, aziyat berganligidan oxir aytasiz-ki, shu odam musulmon bo'lmasdan o'lib, kofir bo'lib o'lsin, to'yinki jazosini ko'rsin. Umr bo'yi musulmonga aziyatni berib oxir o'lib turganda kalimani aytib turib qutulib ketaveradimi azobdan degan mazmunda bir odamni kofir bo'lib o'lib ketishligini orzu qilsa bo'ladi. O'shaning uchun Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom ham uni kofir bo'lib o'lishligini orzu qilgan bo'lsalar ajab emas. Lekin Kashmirdan birov so'ragan ekan, taqsir holati ya'sda ko'ziga o'lim ko'rinib qolgan vaqtida aytgan kalimasini baribir Xudo taolo kalima deb e'tibor qilmaydi-ku. Uni Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom ham bilardilar, o'sha paytda aytilgan kalimani e'tibori yo'qligini bilardilar. Shunday bo'lsa ham nima uchun og'ziga toshni otib, loyda otib urdilar? desa o'xshatgan ekanlarki, Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom o'sha oxirgi lahzalarda aytilgan kalimani e'tiborini yo'qligini ham bilardilar-u, Xudo taoloning rahmatini kengligini ham uzat bilardi dedi.
Agar mabodo odatdan tashqari ravishda uni holiga rahm qilib yuborsa-chi deb turib qo'rqib ketgan ekanlar. Shuncha Musa alayhisolamga aziyat berib, Musa alayhisolam qavmiga aziyat berib o'lib ketaveradi, u iymon oxirida kalima aytib turib,